5 vaqt namoz o'qiganlar menen tahajjud namoz o'qiganlarning o'rtasida emne ayrımı var dese İslam alimlari aytadi. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Allohu akbar deb. İnsan chaqiryapti. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Hayya alas salah. Namozga kelgile deb. İnson chaqiryapti. Allohning so'zi bilan biroq inson chaqiryapti. Tahajjud namozga Alloh o'zi chaqiryapti. Qarag'lar. Hal min mustaghfirin aghfirlah. Kechirim so'ray turganlar bo'lsa kechira salayin deb Alloh shunchalik kutat deb o'tadi. Alloh chaqiryapti. Hal min sa'ilin u'tilah. Tilengenler var. Perzent tilesin. Din soluk so'rasin. Mansap da so'rasin. Dunyo da so'rasin. Emne so'rasa berem hazır deb Alloh taolo va'da qilyapti. Buga Alloh taolo chaqiryapti. Tahajjud bilan 5 vaqt namozning ayirmasi shu. O'shaning uchun islom olimlari aytadi. Tahajjud namozini o'qib жатқан